Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Oldingi videolarimizda tushda qora ilon ko'rishning xavflari haqida gaplashgan edik. Bugun esa tushlar olamida eng sirli bo'lgan boshqa ikki tur, oq va yashil ilon haqida gaplashamiz. Ko'pchilik ilon ko'rsa sirasiz yomonlikka yoyadi, lekin oq va yashil ilonlarning o'ziga xos, hatto xayrli manbalari bor. Keling buni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda tushda oq ilon ko'rish ko'pincha juda yaxshi belgi hisoblanadi. Islomiy manbalarga ko'ra, oq ilon kutilmagan omad, baraka va katta boylik belgisidir. Agar oq ilon sizga hujum qilmasa yoki tinch tursa, yaqin orada ishlaringiz yurishib, moddiy ahvolingiz yaxshilanishini bildiradi. Shuningdek, oq ilon sizga zarar yetkaza olmaydigan irodasiz va zaif dushmanni ham anglatishi mumkin. Ya'ni dushmaningiz bor, lekin uni sizga hech qanaqa qarshi hech narsa qila olmaydi. Endi yashil ilon haqida gaplashamiz. Tushlar ta'birida yashil rang iymon, taqvo va din bilan bog'lanadi. Ammo tushda yashil ilon ko'rish sizning ibodatingizga, to'g'ri yo'lingizga to'sqinlik qilmoqchi bo'lgan insonlardan ogohlantirishdir. Ba'zan bu tush o'zini sizga dindor, taqvodor va juda yaxshi inson qilib ko'rsatib, ich-ichidan hasad qilayotgan niqoblangan dushmanga ishora qiladi. Yashil ilon sizga chalg'ituvchi bo'lgan do'st qiyofasidagi insonlardir. Azizlar, tushingizda qanday ilon ko'rganingiz va uni o'zini qanday tutganini judayam muhim. Siz tushingizda oq yoki yashil ilon ko'rganmisiz? O'z tushingizni izohlarda yozib qoldiring. Birgalikda ta'bir qilamiz. Keyingi videolarimizda tushda suv yoki pul ko'rish haqida gaplashamiz. Qiziqarli va ta'birlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videomga like bosib keting. Salomat bo'ling.